Hammaga men bu videomda sizlarga yangi olgan Meta Glass'imni setup qilishimni video qilib bermoqchiman. Bu videoda men bu Ray-Banga juda yangiman. AI bilan bunaqacha closed emasman, chunki men ko'proq kitob o'qiyman, chunki ishxonamda ham faqat kompyuter, AI yo Gemini, ChatGPT har doim bo'lganimga ko'proq bo'sh vaqtlarimda bunaqa narsalardan uzoq yurardim, lekin texnologiyada buni men potarka qildim umr yo'ldoshimga. Ularga yoqmadi, o'shanga yoqmagan narsani nuqul menga o'zimda qoladi. Я могу вернуть, конечно, но что-то o'zimga qiziqib qoldim, o'zimda qoldira qoling qani, потому что men hozir blogerlik qilmoqchiman, qiziqyapman, blogerlikdaman, o'shanga balki videolar olishga bu qiziqdir, texnologiyani o'rganish hozir kerak. O'shaning uchun ham bu videoda hozir sizlarga ozgincha ma'lumot o'zim qiyinchilik bilan qo'yaman. Qanaqa setup qilishga. Buni ochib bo'ldim. Bitta skaneri bor ekan. Skan qilganimdan keyin Metaga kirib ketdim. Metaga kirganimda вообще boshqa Instagramga kirib ketdi. Undan oldingida setup bor edi. Setup qilsam bo'lar ekan birinchi. O'shanga hozir ozgincha задержка. Hozir setup qilganimdan keyin sizlarga qolganini ko'rsatib beraman. Juda tushunmadim. Men har doim tushunmasam, qayerga boraman? YouTube'ga boraman. YouTube'dan birinchi o'rinda yozaman Ray-Ban Meta Glasses setup. Qanaqa ekan bu? Birinchimi, ikkinchimi? O'qib berdim bo'lsa kerak. Gen 2, what is this Gen? Qanaqa Gen ekan bu? Gen bormi? Gen 2 mana. Gen 2 turlari bor. Gen 2. Okay. Ray-Ban. Juda поддержка qilmaydi. Задержка ishlamayapti. Hozir sizlarda ham internetinglar pastmi? Qanamaydi? Juda ushlayapti nima? Ochar ekan. Yes, nice review. Xuddi shunaqa qilmoqchi edim o'xshamadi. Ray-Ban unaqa ko'rsatmoqda. Shu yerda nimadir tortish kerak ekan. Set up my Bluetooth. Can you search? Там quloqimga eshityapti. Lekin hali setup qilmagan shekilli. Короче, kengisida я должна еще research qilib setup qilishim kerak ekan. Bu hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shunaqa sinov oldim. Такой nice. Kichkinaroq ham bor edi. Такой стильный o'yladim, erimning yuzlari to'g'riroqda o'shanga o'yladim yarashadi deb. Я думаю, просто men o'ylayman, buni setup qilgandan keyin hammasi zo'r bo'lgandan keyin, уже yo'q qoladi hali o'ylayapti. Chunki ularning bizneslarida опасныйroq odamlar har xil yordam olmaydi, kim bo'lib o'ladi. Olmaydi. Har xil situatsiya bo'lishini taqib bersa, это хорошо deb o'ylayman. Так что we can use it together dedim. Okay. Buni qilaman deb oxiri cho'chib ham pataga chiqib ketdi. Why is somebody calling me right now? Oh. Okay. Mana bunaqa ko'k bo'lar ekan, ko'k yonyapti. Короче, pair your device'dan. Yana boshqadan nima chiqdi? Ray-Ban Meta Connect deyapti. Connect qilman. Connect qilgandan keyin pair request would like to pair your iPhone, confirm that code code 119 shown on your RB Meta. What is this? RB Meta. Okay. No, do not enter this code any accessory pair. Pairing patos. Ko'rmoqmi? Uncha chiqaraylik. Lekin juda ham edition asini chekmoqchiman. Такой leather bor. I think it's real leather. You know, it's really nice. Такой orqasida bosadigan knopочкасы bor ekan, o'shani bosib turishim kerak. Reason. O'tga kiramiz. Wi-Fi qo'ygan deyapti, Wi-Fi kodini. Wi-Fi. Bu yerga Wi-Fi biza hamma narsani kodlarini esingizda bo'lishi kerak Wi-Fi ham. Я просто надеюсь, что this is the Wi-Fi code. Ayam kutamiz. Azizga aytmoqchiman, bu something went wrong. There was an issue connecting to Wi-Fi network. Try again later. Xudo. Again. Lotini qo'ymaymiz. Уже 2:24 bolam olishim kerak, уже borib buni video qotganimda borib kiram yeb keldim. 4 ta lot qoldi hozir, ikkita. Wi-Fi desin. Главное дойти dedim. Главное. O'shanga men hech ham give up qilmayman. Har doim. Мне надо, я добьюсь dedim. Mayli. Bir kun ketsam dedim shunga. Lekin bir kun ketgan yo'q. Где-то hozircha menda bunday olib qarasa yarim soat ketyapti bunga. Chunki yarim soat ichida iya landriga yugurib kelaman, потом забудет, кто-то позвонит, потом nimadir qilishim kerak. Hozir IRSdan menga xat kelibdi, uni to'g'rilashim kerak. Короче, tуда-сюда uyog'i bilan you know, you get network edit device connected to Meta will automatically update important media. Okay, next. Put on your glasses. Put on your glasses. O'tirmadim. Mayli, qani. Mudokani eshitdim ko'rsam. Put on your glasses. I will put my glasses. Cho'chimga endi xafa bo'lmaysiz. Kritika qilmanglar. Oh yes. Put on your glasses. Yes. Press the capture button once. Okay. Ana, qimmadir yonda. Press and hold capture button. Press and hold. Stop recording. Press the capture button again. To press stop recording. Okay. Play music. Tap the touchpad once. Tap. Oh. Tap. Наушники nerede kendime? Oh. Okay, dash. Adjust the volume. Machine adjusted bir adı balara.
pastroq. Balandroq qilishga unaqa ekan. Pastroq balangina. Endi tushirar ekanman. Okay. Tap and touch. Okay, got it. Pause the music, tap the touchpad once. Okay. Pause the music. Okay. Great job. I like it. Now, great job. That's the basics. Now, let's set up some advanced features. Ooh, advanced features. وش الكيو يقولون تاكس مني نادو خديد ولا نشوف إن شاء الله ليش نعمل Okay. You are in control, powered by Meta AI. Use Meta AI to get the suggestions, find answers, and ask for inspirations. You control how Meta AI will listen for you to say, "Hey Meta, you can manage your preferences or delete Meta AI interactions anytime in settings." Hey Meta, this time, Siri goes up to Hey Siri, how your data is used, voice recording, transcripts, related data are needed Meta AI to work, stored as explained in our privacy. Your data including interactions will use. Okay. Bu anyway, privacy notice o'qib chiqishimga ancha ketadi. Uni keyin o'qib berarman. Next, I can go back again. Turn on your location. The AI app uses your location. Usually I don't like putting my location chunki it's safety feature ga как бы unaqa anyway, safety ni qo'shib yoqtirmayman. O'shanga I will skip that part. Allow while using an app. No, I don't allow. Okay. Уже mana shunaqa qilib, короче, mana setup qildim. Endi ozgincha sizlarga video qilib berdim. Start with the Hey Siri, skip. Start with Hey Meta. Can you tell me the weather? I would like to know the weather in New Jersey and New York. Man yagona o'zim bilganim yaxshi qilib bilgan. O'sha joylarni yo'q qo'yaman. Okay, allow Meta AI to connect to Spotify account. Continue. Ну, endi ashla eshitishga можно. Meta AI wants to open. Okay, open. Meta glasses. Sabirashlarim deb Spotifydan so'rayapti. I will do it. Chunki yaxshi naushnik olmadim. Naushniklar to'rtta bor edi. Короче, unisini yo'qotdim, keyin qulog'im oshib boshladi. O'zi qulog'im pastroq eshitadigan bo'lib qoldi. Keyin radioaktivniy yaxshi emas. Olmaydi hozir juda researchga chiqyapti. Researchga qarasanglar juda ham yaxshi emas. Qulog'iga radiatsiyasi bor. Даже mana Apple Watch'lar ham bor. Bir xillarda burn marklari bo'lgan. Hammasi radioaktivniy ekanda. Как бы o'shanga nada ehtiyotkorlik bilan iloji boricha unaqa narsalardan даже telefonni ham такой limit qilib yurish kerak ekanda. O'shanga sizlarga ham maslahat beraman. Anu qulog'nikini taqib yurishga. Quloq desa endi saferoq hozir. Quloqga taqib yuradigan o'zimda uzun uchalichi. Hozir shunaqa taqib yuraman. Menga yoqadi. Такой более-менее safe anaqasi. Даже anu Apple Watch'larim ham bor edi. Bir paytlar calorie step'larimni o'z step qilaman, stepimga qarayman deb olganman. Lekin это всё chunki qo'lim og'rishib boshladi. Men o'zim shuni sezib qoldim. O'zi qo'lim mana aytadi, nimada такой yumor og'rishib boshladi. Telefon, anaqa Apple Watch bo'lganiga I start having pain there, you know, like такой spasms, you know. O'shanga ham такой yuragimda noxush bo'ldi. Даже research bo'lishdan ham oldin edi bu. Endi ishlab yurgan paytlarimda edi. You know what I mean? Like, so o'shanda to'xtatdim. Так что sizlarga ham rekomendatsiya qilaman, chunki hozir vезде нас insonga private o'shanga harakat qilishga, harakatizmga soldi, o'zingizga yaxshi narsalar qilishga harakat qilish kerak. Lekin menga oxirida короче review bermoqchim, juda ham yaxshi ekan. Menga ovozlari ham такой необычный, buni ham qanaqa radioaktivniy nimadir bo'lsa kerak. Но anomada ozgincha limit qilib ishlatilsa, I think it's good, потому что baribir kelajakda bunaqa narsalarni ishlatish kerak bo'ladi, bilishimiz kerak nima bo'lib поправкаga. Мне тоже интересно. Тем более сразу videolarga olib ketishga. Hozir men borib bolamni olishim kerak, yarim bo'ldi. O'shanga I gotta go dedim. Qani kepkalardan bittasini kiyib olaman o'zimga. И поеду dedim, chunki kepkalardan bittasini kiyib olib, chunki peshkom olib ketmoqchiman bolamni. Peshkom olib ketib, здоровьясiga. Chunki здесь мы har doim mashinada yuramizda. Mashinada yurganimizda bugun jimga ham bormadim, o'shanga o'zimga anaqa qilmoqchi edim. Steps, да, как пешком можно, yomg'ir yo'qmasa bo'ldi. Так, я сейчас поеду и попробую этот Meta glasses. Hey Meta, can you play my Spotify music from the liked? No. Hey Meta, play my playlist. Men o'zim playlistimni ashla ishga ketaman. Xullas, hammanglarga yaxshilik tilab qolaman. Mana shu videoni ko'rganinglarga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, menga обязательно like bosinglar, agar yoqqan bo'lsa videom. Keyingi videolarda yo'qolib ketmasligimiz uchun subscribe qilinglar menga. Keyingi yana yaxshi foydali videolar ko'rsatishimga keyinchalik sizlar bilan ko'rishguncha, xayr.